Assalomu alaykum Trendimental kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari. Zot ishqibozlari, semental buqa ishqibozlari, akalar, ukalar, sizlarga Dehqon akamizdan bir bosh xudo qilgan semental buqasini sotuvni e'lon qilamiz. Samaromi ekigan Zot bob akalar, mana to'qolidan, tozasidan, 100dan istaganlarga mana bir dona o'zi boqqan ekan. Orqa korobkalarni ham ko'ryapsizlar. Fermer akalarimizga tavsiya qilamiz. 100 talik toza avstriyskiy semental o'zimizdan fermadan olib, yosh buzoqligidan boqib kelingan. Qiziqqanlarga akalar. Bo'ylari 1.60 atrofida, 1.50 kilos, 1.55 kilos ham bo'ladi. Mana o'zi. Ekranda qanaqa ko'rilyapti bilmadim. Mana stakan tuyoqlari. Yoshlari hali 2 yosh bo'lmadi. Hali tish buzmadi Azimjon aka? Yo'q, O'tgan may iyun oyida olingan. Iyun oyida yosh sutdan chiqqan bo'zak edi. Endi tish buzishga kelib qoldi. Hali tish buzgan yo'q. Bunaqa kuchli yemlangan ham yo'q. Kilolarga keladigan bo'lsa 8 kilo plusda keladi bemalol. Chunki ko'p vaqt bo'ldi, tortganimiz 750 kilo edi. Undan beri ham boqilyapti. 800 kilo plus deb aytilaradi, qo'rqmasdan tortib olaman deganga ham berilaradi. Zot bob akalar. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Haqiqiy toza 100% avstriyskiy semental. Nargashiyni ochib yuboring-da. Nargashiyni Oqli deganlaridan qiziqishga boqqan Dehqon akamiz o'zi. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari akalar 60 million so'm kami bor kelishiladi. Kiloga, taroziga 65 ming so'mdan tortilib beriladi. Qiziqishga boqaman deganiga ham, zotga qo'shaman deganiga ham beriladi. Katta fermalarga ham tushaveradi. Bo'yi kichkina emas. 1.55, 1.60 chiqaradi bo'yi. Hozir yoniga to'g'risi yaqinlashib metr sololmadik. Yonida turibmiz, mana ko'zcham aytilyapti. 1.50 emas. 1.50 tepasi, 1.55, 1.60 chiqadi. Manzilimizga kelsak, Andijon viloyati Buloqboshi tumanida. Asosan nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib telefonlashib savdosini qila olasizlar. Xudo xolasa sotiladi akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, chorvador gruppalarga podelish qilib qo'yasizlar. Videomizda xato kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.